Aka 500 ming sotayotgan ekansiz. Necha pul qilib beramiz? Necha pul qilib bering? 250 ming qilib bera olamizmi? Bo'ldi. Siz so'raysiz, biz yo'dingiz. Bizga o'zi klientlar kelsa ham shunday so'rashadi. Birinchi so'raganligiga o'zi aksiyadagi narsalarni yana aksiya qilib beramiz. Keyin o'zi voy buncha so'rasam kerak, so'rasam bo'lar ekan deb qolishadi. Lekin birinchi gap. Bundan oyog'iga sindirmaysiz. O'sha Premium mahsulot-da bu. Premium mahsulot, men uverin bo'lib ayta olaman. Tim bo'li bu 15 va 57 bo'ladi. Bu katta metrajli abo'yi ko'pchilik riskovat qilmaydi olib kirishga. Primoy Tursiyada turib, o'sha yerda italiyaliklar kelib, ustida ishlayotganligida ham ustida turganmiz. Bu mahsulotning xudo xolisi har xil ranglari bor. Mana bu yerda Yevropada bunaqa ranglarni yaxshi ko'rishadi. Kelish sinomingizdan siz aytganingizdek 250 ming so'mdan qilib beramiz. Keyin bitta narsa eshitib qoldim, boshqa do'konda yo'q ekan bunaqa dizaynlar, to'g'rimi? Конечно, yo'q. Faqat sizlarda ekan-a? Bor. Olib kelamiz. Mana shunga o'xshaganlar bor. Mana bu yoqqa olib keling-da. Mana ko'ryapsizlar, mana bunaqa chiqib kelgan narsalarni orasiga ozgina yorroq qilib bergan, cho'mliroq qilib bergan. Yo'q. Bizdan topasiz. Cho'zilib ketib qoladi.